Epson L8050 printeri sразу yoqqanlarida mana shu ikkita svichchasi yonib qoladi. Yonib o'chmaydi, faqat yonib turadi mana shu ikkita. Bittasi yo'q, bittasi ключan svichchasi. Buni karetkasi yurmay qolgan, ya'ni kartrij. Yurmay qolgan sabab nima desanglar, sabab mana bu remen bu. Karetkani yurdiradigan remen. E'tibor beringlar. Shikastlangan. Remen polni alishtiriladi. Karetkani mana bu yerda reli bu. Rels bo'z yuradigan. Qorayib ketgan. Bu polni tozalanib, qaytadan moylanadi bu polni qorayib ketgan. Mana o'sha printer, mana bu remen. Mana o'sha almashtirish kerak, o'zini almashtiramiz. Polni karetkasi polni olingan. Qalohdan ko'rishingiz mumkin. Polni osti o'zicha olingan. Kimga sifatli printer ta'minlash xizmatlariga kerak bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin.